Jaket va paltolarda eng ko'p foydalanilgan mana shu qaychi-yoqa andozasini siz bilan o'rganamiz. Bu qaychi-yoqamiz закругленный английский воротник, ya'ni qaychi-yoqa chekalari yoylashtirilgan. Bu yoqa juda ham keng ommalashgan yoqa turlaridan hisoblanadi. Bu yoqani tayyorlashimiz uchun oldi va orqa asos andozalari kerak bo'ladi. Maryams metodi bilan oldi-orqa asoslaridan tayyorlab oldim va formulasidan foydalandim. Oldi o'rta asos chizig'imizga 4 sm dan zahod uchun qo'shdim. Bel chizig'idan yuqoriga, bo'yin aylanasidan pastga perpendikulyar chiziq chizdim va mana shu chiziqdan yuqoridan 11 va yoqa enini 11 qilib belgilab chizib oldim. Demak, biz burchagini 5 sm dan xuddi shunaqa qilib chizib olishimiz kerak bo'ladi. 5 sm dan so'ng yoqani enini 6 sm qoldirib, pastdagi bel chizig'imiz bilan joylashgan lineyka yordamida xuddi shunday qilib yoqamizni shaklini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Endi bizga yoqani yuqori qismini chizishimiz uchun orqa asos andozamiz kerak bo'ladi. Oldi va orqa yelka chiziqlarini xuddi shunaqa shaklda qo'yamiz. Ustidan plyonkani qo'yib, ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Orqa bo'yin aylanasining kengligi 10 sm, men buni yuqoriga 10 sm qilib yoqani ko'tarib chizdim. Yoqani enini 11 sm qilib chizamiz. Oldi yoqa formasini ham yana qayta ko'chirib olamiz. Pastki yoqa bilan yuqori yoqa oralarini 4 sm ga ochib, enini 6 sm qoldirib yoqani formasini chizib olamiz. Orqa o'rta chizig'idan stoyka yoqa uchun 2 sm ga xuddi shunday stoykani chizamiz va yoqani chekalarini yoylashtiramiz. Stoyka yoqadan qolgan chekadagi yoqamizni 4 ga bo'lamiz, raqamlab olamiz. Mana shu bilan chekalari yoylashgan angliyskiy воротникni, ya'ni qaychi yoqani tayyorlab oldik. Endi qaychi yoqamizni ko'rib turganingizdek formalari oldi tarafdan xuddi shunaqa, orqa tarafdan yoqalari ham chiroyli formada turishi uchun biz orqa yoqamizni stoykasidan keyingi bo'lagini 4 bo'lakka bo'lib raqamlab olgan bo'lakni oralarini 1 sm dan ochishimiz kerak bo'ladi. Bu yoqa nima uchun bunaqa ochilishini sababi bo'yinga o'ta qattiq qadalib turmasdan o'z holida chiroyli yotishi uchun. Demak, oralarini ochganimizdan so'ng ustidan yangi plyonkani olamiz, yangi yoqa formasini ko'chirib olamiz. Yangi formasini chizganimizda yoqa chekalarini ham yana chiroyli yoylashtirib chizib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, yoqani orqa tarafi ochganimizda hozirgi andozamiz bo'yicha tikilsa, xuddi shunaqa yoqalar bo'lib chiqadi. Bu darsligimizda professional darajada qaychi yoqani yoylashgan formasini to'liq noldan boshlab modellashtirishni ochiq hamma sirlari bilan sizga o'rgatdim. Berib boriladigan video darsliklarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, albatta izohlarda o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Har bir berilgan video darsliklar ustida Maryams akademiyasi astoydil to'g'ri ilmni yetkazish uchun qattiq harakat qilgan. Siz darsliklarni ko'rib, o'zingizga konspektlashtirib, har bir yoqalardan tikib ko'rgan bo'lsangiz, albatta biz bundan xursandmiz. Bittagina bizni haqqimizga duo qilib qo'ysangiz yetadi. Maryams metodi bilan ko'rsatib berayotgan har bir modellashtirishlarimiz Maryams metodi bilan tayyorlangan asos andozalardan va formulasidan foydalanilgan. Maryams akademiyasining 4 oylik standart kurslari bor va siz bemalol bu kurslarda o'qib olishingiz mumkin. Kurs bo'yicha to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, albatta izohlarda plus qoldiring.